Mana ishlagan 5 ming qilib beraman. Xo'sh. Bo'ldi. Faqat bir marta o'rganib qolish yo'q. Bismillah. Ana sizga bir jup qilma. O'rganib qolish yo'q, aytganimda. Keling. Aziz do'stlar, tayyorgarlik ishlar boshlandi. Ba'zida nimadan boshlashga ham ikkilanib qolasiz. Bismillah. Sahrni siroplab tayyor. Xudo xolasa. Har kun ozgina ob'yom qo'shib boribdi. Lekin ko'pchilik bir vaqt o'ziga kelganiga erta tugab qolyapti. Bismillah. Bu siroplar bilan ishlash maqsadi qancha solishi bilasiz. Miqdorni aniqlash oson. Iloji boricha birinchi etapda norma qilib berishga harakat qilamiz. Kimdir shirinroq ichadi, keyin qo'shish oson. Masalan, erimagan shakarni novotda qancha qo'shishni bilmasligimiz mumkin. Uni kelgan mehmonlar erishini kutadi. Shuncha tayyorgarlik ko'rsak ham nima deydi? Ozgina sekin qimirlaganimiz ham bor, ulgurmagan joylarimiz ham bor. Aybga yo'ymaysizlar.